Assalomu alaykum. Tinchmisizlar, mamnunmisizlar? Anchadan beri ko'rishmadik, video ham chiqarmadik. Ishlar ko'payib ketdi. Men bu yerda bitta mashina ko'rib qoldim-da. Xullas, mehmonxonada. Beverly Hills'dagi mehmonxona. Men mashinani ko'rib qolib, allambala ekan, nima ekan deb qaradim. Rezvani. Bu Rezvani bitta shaxs. Bu voyenniy samolyotlar haydagan ekan, pilot ekan bu. Uchuvchi. Bir yaxshigina bir tim yig'ibdi-da, Rezvani tank deb qo'yibdi. Yaxshigina tim yig'ganda, komanda mashina ishlab chiqarar ekan. Bitta shunaqa emas, boshqa xillari ham bor dizayni. Lekin mashinaning dizayniga gap yo'q. Bu mashina 100 kilometrga 3 sekundda chiqargan. 1000 ta ot kuchiga ega. 6.2 motor litr, 6.2 litr. V8 1000 ot kuchiga ega. To'rtta g'ildiragi ham aylanar ekan. Полный привод. Sakkizta speed avtomatik korobkasi. Lekin mashinaga gap yo'q lekin. Ko'rinishi ham allambala. U Xishnikkinadagi nimaga o'xshaydi? Ujus, boshqa planetadan kelgan ujuslarga o'xshaydi. Oldidan mordasi. Bu baliqqa ovga borsa zo'r ekan. Cho'lda ham qolmaydi, toshda ham qolmaydi. Tog'da ham qolmaydi, hech yerda, botqoqda, loyda, suvda hech yerda qolmaydi. Bolalar, qaranglar bolalar. Onasini ham sin. Vaqsh katta ekan. 20 talik ekan. Lekin oddiy. Lekin dahshat. Ko'rinish. Bu 275 ming dollardan boshlanar ekan. Xuddi mana shunaqa turi. Boshqachasi ham bor. 600 ming dollargacha bor ekan. Oddiyroq ham bor ekan. Sedanga o'xshagani 175 mingmi, 100 qancha ekan, chiqilib, bu ham arzon emas. Bu SUV ga kirar ekan. Hozir men qarayapman. Cruise control, kamera, balabatar hammasini yozib qo'ygan. Xullas, mashina dahshat. Menga yoqdi lekin. Allambalo dizaynda. Yoqqan bo'lsa, sizlarga fikringiz bo'lsa, videoning tagini yozib qo'yinglar. Nima deysizlar? Baliqqa borsa bo'ladimi, yo'qmi? Nima deysizlar? Ovga.